ibodatlarimiz habata bo'lib ketib qoladi. Shuncha ketkizgan vaqtimiz foydamizga emas, zararimizga hujjat bo'lib qoladi. Ba'zilar aytishi mumkin-da, har safar qaytaramiz-da, endi iloji yo'q. Bu yerda har bir gaplashganimiz bizni zararimizga foyda beradi. Esdan chiqarmaylik. O'tib ketganlarni faqat yaxshilikni eslanglar deyishdan maqsad, u tavba qilgan bo'lsa, biz uni bilmay qolamiz. Oldingi paytda, johiliyat paytida qabrlarga borgandan keyin bulardan so'rashlik, qabrlarda har xil holatlar qilishlik, ularni oldiga borgandan keyin dodvoy solishlik va hokazolar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli ahli jamoat muslimin, bugungi jumadul ayyom, hajjul masokin kunlari Robbimda rahmat, mag'firati sizni bizlarga Alloh subhanahu va taolo gunohlarimiz kechirilgan, tavbalarimiz qabul bo'lgan va o'tib ketganlarimizni Robbim rahmatiga olishligi inshaalloh sizni bizlarni qilaydigan xayriyatli duolarimiz bilan oxiratlari obod bo'ladigan maqom martabalarni Robbim nasib qilsin. Bugungi ayyom barchamizga muborak bo'lsin. Ahli jamoat muslimin, Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarga go'zal kunlarda, ya'ni bugungilik ayyomni nasib qilgan ekan, bu o'zini go'zal baytiga uzoq yaqindan bosadigan har bir qadamimiz obi tahorat bilan, yana imkon qadar g'usul bilan chiroyli, xushbo'ylanib Rasululloh alayhissalomning sunnatlariga ittiboan ergashgan holatda, ya'ni tishlarimizga misvakni ishlatgan holat bilan baytiga har bir bosadigan qadamimiz inshaalloh dunyoda ham oxiratda ham sizni bizga shafoatchi bo'ladi. Ya'ni dunyoda yaxshiligimizga guvoh bo'ladi inshaalloh. Oxiratda esa Robbimizning huzurida Robbimiz nima degan? Ya'ni astag'firullah, iqro degani, sadaqallohu alayhi. Ya'ni o'qi degan. O'qi degan oyatiga sizni bizlar ergashgan holatda o'qishligimiz nima bo'ladi? Ibodatni ado qilishligimiz bo'ladi. Va mana shu bilan baytiga bosadigan qadamimiz bilan inshaalloh Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarga bitmas tuganmas dunyoda ham oxiratda ham yaxshi foydamizga hujjat bo'ladigan amallar qatorida yozadi inshaalloh. Hozirgi daqiqa ham mana shulardan iborat. Alloh subhanahu va taolo ketadigan vaqtimizda talab ilmlik maqomida va bugungi mavzuyimiz juda ham go'zal mavzu. Sizlardan iltimos, tashqaridagilar ham, ko'chadagilar ham hamma narsaning qonun qoidasi bor, ahli jamoat muslimin. Ko'p takrorlaymiz. Shuning uchun baytiga qadam bosib kirdikmi, dunyoviy gapni to'xtatishimiz kerak. Hozir kirib kelyapman, bozor bo'lib ketyapti-da, Xudo saqlasin. Bunga hadis bor, ahli jamoat muslimin. Ehtiyot bo'laylik. Ibodatlarimiz habata bo'lib ketib qoladi. Shuncha ketkizgan vaqtimiz foydamizga emas, zararimizga hujjat bo'lib qoladi. Buni esdan chiqarmaylik, ahli jamoat muslimin. Ba'zilar aytishi mumkin-da, har safar qaytaramiz-da, endi iloji yo'q. Iloji boricha vaqti bilan qaytarib qo'yaman, esdan chiqarmaylik. Chunki Xudoning oldida imkoniyat qolmaganda, do'ppi tor kelganda maqol bor-ku, osilib qoladi-da. Mana shu yerda bitta bola imom edi, shu aytmagan deb qo'ydi. Mana men yetkazib qo'yaman, soat 12 dan 5 minut o'tdi. Kim masjidga kirgandan keyin dunyoviy gap gaplashsa, tashqarida bo'ladimi, hovlida o'tirganlar bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Hammalaring gunoh ko'rib qolasizlar. Esdan chiqarmanglar. Yana qaytaraman, soat 12 dan 5 daqiqa o'tdi. Hamma narsaning qonun qoidasi bor. Biz shariatga qarab yuramiz-da, iloji yo'q. Shariat bizga qarab yurmaydi. Xudo buyurganmi? Rasululloh alayhissalom hadisdan marhamat qilganlarmi? Shunga biz ergashamiz. Ahli jamoat muslimin.
Shuning uchun baytiga qadam bosib kirdikmi? Allohumma aftahli abvaba rahmatik dedikmi? Xudodan nimani so'rayapmiz? Xudodan so'raydiganimiz Alloh subhanahu va taoloning rahmati, mag'firatini so'rayapmizmi? Endi kirgandan keyin gaplashib o'tirishimiz to'g'ri kelmaydi-da. U choyxonada gaplashamiz, boshqada gaplashamiz. O'sha yerda bo'laveradi. Betda har bir gaplashganimiz bizni zararimizga foyda beradi. Esdan chiqarmaylik. Mana endi mavzuga kirsak, inshaalloh fatvo hay'atidan yuborilgan musulmonlar idorasidan bugungi juma mavzuyamiz o'tganlarni xotirlash va ularni qadrlash, ezgu amal degan mavzuda inshaalloh Robbim oson qilgancha duo qilib turasizlar, ilhom qilgancha suhbatlashamiz. Xo'p, o'tganlarni qadrlash. Mana alhamdulillah, sizni bizni yashaydigan O'zbekiston diyorimiz Robbimning rahmati va Alloh subhanahu va taoloning siz bizga bo'ladigan mehriboni, mana yosh ulug'larimiz va yosh ulug'larimizni qilaydigan duolari, tinchlik degan, osoyishta bo'ladigan go'zal ne'matni Alloh subhanahu va taolo sizni bizga nima qildi? Nasib qildi. Alloh subhanahu va taolo sizni bizga nasib qilganidan keyin Alloh subhanahu va taolo sizni bizga bunday go'zal holatni nasib qilgandan keyin endi o'tib ketganlarimizni eslashlik, o'tib ketganlarimiz haqqiga duoy xayr qilishligimiz va o'tib ketganlarimiz sizni bizga ya'ni nimaga muhtoj bo'ladi bizdan? Faqat duodan muhtoj bo'ladi xolos. Qolgan hamma narsa to'xtaydi ular uchun. Mana shular qatorida ya'ni 41-45-yillardagi qatag'on holatda ulug'larimiz yaxshi bilishadi. Va o'sha paytdagi ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz qilaydigan xizmatlari va qilaydigan duolari mana shunday tinchlik bo'ladigan ne'matni nima bo'lyapti? Siz bizga Robbim nasib qilyapti. Alhamdulillah. Endi buni Alloh subhanahu va taolodan so'rashligimiz nima bo'ladi? Bizdan keyingi qoladigan avlodga Robbim mana shunday tinchlik ne'matini osoyishta Rasululloh alayhi salom so'raganlardek ofiyat bo'ladigan holatni sizni bizlar so'rab ularga yetkazishligimiz kerak inshaalloh. Chunki ulug'larimizni qilaydigan xizmatlari qilib o'tib bizlarga nima bo'ldi? Tinchlik degan ne'matni Alloh subhanahu va taolo nasib qilib mana shunday ko'rib turibmiz. Alhamdulillah. Buni endi Robbim marhamat qilgandek har bir beradigan ne'matiga shukr qilaydigan bo'lsak, inshaalloh buni nima ziyoda qiladi. Mana shunday ziyoda qiladigan ne'matlariga sizni bizlar Alloh subhanahu va taolodan so'ragan holatda bu ne'matlarda ziyoda bo'lishligiga Robbim nasibador qilishligi va o'tganlarimiz haqida Rasululloh alayhissalom o'zlarini go'zal hadis shariflarida shunday marhamat qilganlari, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilyaptilarki, bu dunyodan o'tib ketgan yaxshi va o'tib ketganlarimizni eslashlik, ularni haqqiga duoy xayr qilishlik va ular o'tib ketgandan keyin faqat yaxshiligini eslashlik kerakligini marhamat qildilar. Yomonligini nima? Bu sifatlarni eslamaslik kerak. Bulardan saqlanish kerakligini marhamat qildilar Rasululloh alayhi vasallam. Ya'ni uzkuru mahasina mautakum marhamat qildilar Rasululloh alayhi vasallam. Qaranglar. Ya'ni eslanglar deyaptilar. O'tib ketganlarimizni eslashlik nimasini? Yaxshiligini eslashlik kerak. Hammada kamchilik bo'ladi. Hammada o'ziga yarasha kamchilik bo'ladi. Hech kim kamchilikdan xoli emas. Ba'zilardan eshitib qolamiz-da, o'zi palonda qayta, pakunda qayta deb qo'yishadi. Ya'ni o'tib ketgandan keyin ularga vojib bo'ladigan holat nimada deysa, yaxshiligi tufayli Alloh subhanahu va taolo unga jannat vojib qildi. Yomonligi tufayli Alloh subhanahu va taolo unga do'zaxni vojib qildi. Endi mana bunday baytiga kelishligimiz va ibodat qilishligimiz, o'tib ketganlarda haqqiga nima? Duoy xayr qilishligimiz va yaxshiligini eslashligimiz. Bizlar ham boshqalar sizni bizni ustimizdan yaxshilikda eslashligi uchun
nima qilamiz ekan? Eslashlik uchun yaxshi amallarda qoim bo'lishligimiz bilan Alloh subhanahu va taolo o'zi qolganlarda og'ziga yaxshi bo'ladigan, guvohlik bo'ladigan amallarni nima yozib qo'yaveradi inshaalloh. Chunki bu haqda Rasululloh alayhissalom hozir marhamat qilganimizdek hadis sharifda o'tib ketganlarda faqat yaxshilikni eslaylar deyishdan maqsad, u tavba qilgan bo'lsa, biz uni bilmay qolamiz-da. U Robbimdan kechasi tahajjudda turibmi yoki masalan boshqa paytmi Alloh subhanahu va taologa bilib bilmay qilgan gunohiga va yomon amallariga Robbimdan tavba qilganligi Alloh subhanahu va taolo har birimizni tavbamizda o'tganimizda va o'tishimizdan oldingi oxirgi jonimiz chiqadigan paytgacha qabul qilaman. O'sha paytgacha qabul qilgan bo'lsa, yaxshilik sifatida o'tib ketgan bo'lsa, endi uni haqqiga yomonlik bilan guvohlik beradigan bo'lsak, bunga ham Robbimning huzurida javob beramiz-da. Mana shulardan saqlanadigan bo'lsak, inshaalloh o'tib ketganlarimizni yaxshilik sifatlari bilan nima qilgan bo'lamiz ekan? Eslagan va ularda haqqiga go'zal duolar bilan hayot kechiradigan bo'lamiz ekan. Yana bir hadis sharifda Rasululloh alayhissalom marhamat qildilarki, sizlarni qabr ziyoratidan qaytarganlar. Ya'ni qaytarganlar oldingi paytda Rasululloh alayhissalom. Keyin nima qildilar? Qabr ziyoratiga bemalol boraveringlarni marhamat qildilar. Ya'ni qabr ziyoratidan keyin qaytarmadilar. Mana endi qaytarganliklar sabab. Oldingi paytda, johiliyat paytda qabrlarga borgandan keyin bulardan so'rashlik, qabrlarda har xil holatlar qilishlik, ularni oldiga borgandan keyin dodvoy solishlik va hokazolar. Ya'ni islom shariatida Robbim buyurgan va Alloh subhanahu va taolo shulardan so'ramagan, faqat o'zimdan so'ragin degan holatni oldin bu holat bo'lmagan. Ya'ni johiliyat payti. O'sha paytda Rasululloh alayhissalom qabrlarni ziyorat qilishlikdan qaytarganlar. Ya'ni qaytariqlariga sabab borgandan keyin shariat qaytarganaqangi amallarda borganlar nima qilgan ekan? Mana shunday holatda bo'lgan ekan. Endi ruxsat berganlardan keyin davomida aytdilarki, borib qabrlarni ziyorat qilinglar. Bu ziyoratimiz oxiratni eslatadi. Ya'ni insonga zohidlikni nasib qiladi. Ya'ni zohidlikni beradi va oxiratni eslatgandan keyin albatta bu dunyodan o'tgandan keyin boradigan joyimiz o'sha manzil xolos. Boshqa hech qayerga bora olmaymiz. Qanaqangi inson bo'lsak ham dunyoda xoh katta bo'laylik, xoh kichkina bo'laylik, xoh mansabdor, boshqa va hokazo. Ya'ni Jaloliddin Rumiy marhamat qilganlarki, masnaviylarda asling kabi ko'rin deganlar yoki ko'ringaning kabi bo'ldi marhamat qilgan. Ya'ni bu aytganlari aslimiz nima edi? Tagimizda turgan hokisor turpoq edi. Alloh subhanahu va taolo aziz mukarram qilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarga go'zal xush suratdan keyin, ya'ni valaqad karramna bani adam deganda oyatida. Qaranglar. Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarni ikromli qilgandan keyin Robbim bizlarga mana shunday inson degan sharafli nomni bergandan keyin aziz mukarram qildi. Ammo hayotlik chog'imizda, hayotimiz mobaynida sizni bizlar ham o'tishimizdan oldingi Rasululloh alayhisalom marhamat qilganlaridek oxirgi ummatimning yoshi 60-70 yosh bo'ladi marhamat qilganlar. Shu qisqa umrimiz mobaynida yashaydigan hayotimiz oxiratimizga zaxira bo'ladigan va bizlar ham o'tganimizdan keyin orqamizdan qoladigan ahllarimiz sizni bizlarda duoy xayr qiladigan ahllar, farzandlar va zurriyotni qoldiradigan bo'lsak, shu bizlar uchun hayotimiz go'zal holatda yashab o'tgan bo'lamiz. Mana bu haqida yana bir hadis sharifda Rasululloh alayhissalom marhamat qildilarki, inson vafot etganidan keyin hamma amal to'xtaydi marhamat qildilar. Qaranglar. Inson vafot etgandan keyin hamma amal to'xtaydi marhamat qildilar. Illo min salasin deganlar. 3 ta to'xtamaydi. Bu hadis katta bo'lganligi uchun mana shu o'tganimiz va o'tganlarni
haqqiga eslaydigan, o'tganlarda haqqiga foyda beradigan jihatini aytdilarki, ya'ni sadaqa-i joriya, avvalun solih yoki foyda beradigan ilm. Mana shulardan orqamizdan qoladigan farzand ne'mati, orqamizdan qoladigan ahllar, zurriyotlarimiz sizni bizlarga, ya'ni duoyi xayr bilan o'tganlarda haqqiga qiladigan duosi bilan mana shunday go'zal farzand ne'mati, ahl oilalar va biz orqamizdan qoladigan zurriyotlar hadisga mana shu joyiga tushadigan avlod qoldirgan bo'lsak, nurun ala nur bo'ladi inshaalloh. Bularga ya'ni duoyi xayr qilishdagi yana bir go'zal tavsiyani marhamat qildilarki, ulamolarimiz Allohumma g'firli va li validayya va li ustoziyya va li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Qaranglar, o'tganlarimizni eslashlik. Allohim o'zini mag'firat qilgin. Shu yerda ham inson birinchi o'zini so'raydi-da. Hamma o'zini so'raydi. Keyin vali validayya, qaranglar, ota-onamni rahmatingga olgin degan duo boshlanyapti davomida. Alloh subhanahu va taolodan mag'firatini va kechirishligini va Alloh subhanahu va taolodan o'tib ketganimizdan keyingi qilaydigan xayriyatli holatlardan inson o'zini so'ragandan keyin ota-onamni rahmatingga olgin. Qaranglar. Vali validayya, vali ustoziyya va ustozni. Ustozni xizmati nimada deysa, ustozni xizmati orqasidan va shogirdlari darajatga chiqishligiga xizmat qiladi. Yaxshi holatda, insonlarga foyda keltiradigan holatda xizmat qilishligi uchun ta'lim, tarbiya, ilm beradi. Va keyingisida aytdilarki davomida vali jami'il mu'minina wal mu'minat. Qaranglar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Mana shunday kalimani sizni bizlarga Robbim nasib qilganligiga yana bir hamd aytishligimizga nima go'zal bir dalolat bo'ladi. Iymonli holatdagi kishilarga mana shu duo nima bo'lyapti? Yetib boryapti. Uni taniymizmi, tanimaymizmi, u bizga qandaydir qarashli kishimi yoki bo'lmasam boshqa kishimi? Qanaqa bo'lisin qat'iy nazar, vali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat degan joyiga alhamdulillah ana shu yerda o'tirganlar tushamiz. Va tushganda ham bu duo sizni bizlarga nima bo'ladi? Qabrga nur bo'ladigan holatda yetib boradi. Al ahya'i minhum wal amwat. Ana endi o't ketganlarda o'zing rahmatingga olgin deb mana shu duoni orqamizdan qoladigan ahlimizga, zurriyotimizga dasturxon atrofida yoki masalan boshqa bir holatlarda shu duoni o'rgatib qo'yadigan bo'lsak, inshaalloh nima bo'lyapti? Qabriga nur bo'lib boradi. Chunki Xudo taolo nima degan? Astag'firullah, ud'uni astajib lakum degan. Sadaqallohul azim. Ya'ni Xudo taolo marhamat qilyaptiki, menga duo qilinglar, qabul qilaman deyapti. Duodan maqsad nima deyilsa, eslashlikda duodan maqsad. Kimni eslayapmiz? O'tganlarni eslayapmiz. Va bizga muhtoj bo'ladigan, umidvor bo'ladigan holatdagi ota-onamiz bo'ladimi, qavmi qarindoshimiz bo'ladimi, va hokazo bo'ladimi, hech aqrobo bo'ladimi? Bularda hammasini duoyi xayr bilan nima eslayapmiz. Albatta bu kimga foyda ekan? Iymonli holatda o'tgan kishilarga Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'ladi. Ulamolarimiz marhamat qildilarki, bir rivoyatda aytayaptilar. Bir kun bir ayol oylik olsa, har oylik olganida farazan deylik 500 ming olsa deylik, ana shundan 400 mingini yoki masalan 300 mingini o'zini ehtiyojiga ishlatgandan keyin 100 otamga, 100 onamga deb ajratib qo'yar ekan. Keyin yonidagilar hayron bo'lib so'rashdi. O'tganiga qancha bo'ldi? Deganda, faloncha bo'ldi. Nimaga har safar shuni ajratib qo'yaverasan?
deb so'rashganda javob qaranglar. Ular ya'ni dunyoga keltirgandan keyin qilaydigan xizmatimiz boshqasi va ular o'tib ketgandan keyingi eng duoga bo'ladigan, muhtoj bo'ladigan holatida shu paytda eslamasa qachon eslaymizni marhamat qilgan. Ya'ni sizni bizlarga ham Alloh subhanahu va taolo ota-ona degan ne'matni bergandan keyin yoki hayot bo'lishadimi yoki o'tib ketgan bo'ladimi, bularda haqqiga duoi xayrdan keyin xayriyotlik va o'zimiz imkoniyatimiz bo'ladigan holatda moddiy tarafdan bo'ladimi, boshqa tarafdan bo'ladimi qilaydigan va boshqalarda xayriyotli holatdan keyingi qilaydigan duosi ham nima bo'lyapti? Yetib boryapti. Endi shu ajratganini yoki masalan qaytgandir xayriy ihson qiladi yoki masalan nima qiladi? Nafl holatdagi sadaqotlarni nima qilar ekan? Aylantirar ekan. Va bu ulamolarimizni sizni bizga qoldirgan go'zal rivoyatidan oladigan foydamiz nimada deysa, ota-onamiz hayotlik chog'ida bo'ladimi yoki masalan o'tib ketgan holatda bo'ladimi, ularni har soniya eslashlikka Robbim nima qilgan? Buyurgan. Chunki tashahhudda nima deymiz? Eslaymiz-da, at-tahiyatda o'tirganimizda Alloh mag'firli va li validayya va li ustoziyya degan duoni Alloh subhanahu va taolo 5 mahal eslashlikni nima qilyapti? Ustimizga joriy qilyapti. Endi bu eslagandan keyingi xayriyotli amal nimada deysa, bularga bo'ladigan qo'shimcha savobli amal. Faqat buni inson xolis qilishlik kerak-da. Yoki masalan kimdir ko'rib qo'ysin, yo masalan boshqa qilib qo'ysin degan bunday niyatdan saqlangan va o'tib ketganlarga bo'ladigan ajr savobdan umidvor bo'ladigan holatdagi qilaydigan xayriyotli nima bo'lyapti? Sadaqotli amallar bo'ladi. Mana ahli jamoatimiz shunday. Kimgadir moddiy tarafdan, yoki masalan kimgadir ma'naviy tarafdan yoki masalan kimgadir Alloh subhanahu va taolo qandaydir bir hislatni boshqalarga qilaydigan yaxshiligimizdan keyingi qilaydigan duoi xayri bilan ham o'tib ketganlarimiz ham o'zimizga bo'ladigan nima bo'lyapti? Robbimdagi rahmati bo'lyapti. Mana ahli jamoatimiz shunday. Bu ham Alloh subhanahu va taoloni sizni bizga bergan go'zal bir holatlari va Alloh subhanahu va taoloni sizni bizga bergan imkoniyati bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam yana bir hadis sharifda marhamat qildilarki, mayit deyaptilar. Qaranglar, mayit qabrda yotganda shunday cho'kib ketadigan, g'arq bo'lib ketadigan holatdagi kishiga o'xshaydi. Mana shunday holatdagi kishi kabidir marhamat qildilar. Endi u joyni bilamiz. Hech qanaqasiga yorug'lik, boshqasi hech narsa bo'lmaydi. Va davom etdilarki, otasi yoki onasi yoki masalan kimdir boshqa bir holatdagilar bularga qilaydigan duoi xayrini kutib o'tiradi, kutib yotadi deb marhamat qildilar. Qaranglar, duoi xayrgina shularga manfaat yetkazadi xolos. Qolgan hamma holat to'xtaydi. Alloh subhanahu va taolo bularga qilaydigan xayriyotli holatdagi duoyimiz bilan qabr ahliga yetkaziladigan ajr savoblar nihoyatda katta bo'ladi. Farazan deylik, tog'da nazar olsak, hadisda marhamat qilgandek, tog'dek bo'ladigan ajr savoblar o'rtani ochaylik. Ajr savoblarni Alloh subhanahu va taolo o'tgan qabrda yotgan ahllarga o'rtani ochaveraylik. Qabrda yotgan ahllarga Alloh subhanahu va taoloni orqadan qoladigan hadisga binoan zurriyot ahllarimiz, farzand arjumandlarimiz qilaydigan duosi bilan tog'lardek ajr savobni Alloh subhanahu va taolo ularga qabrlariga nur holatda yetkazadi. Tiriklarga ya'ni hayotda yashaydigan va bularda yana bir qilaydigan xizmati nima desa, o'tib ketganlarimizni eslashlik, ularga foyda keltiradigan jihati nimada desa, hadis davom etdilarki, aytadigan istig'forda marhamat qildilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Imom Bayhaqiydan qilingan rivoyatda Rasululloh alayhisalom ana shunday marhamat qildilar. Ahli jamoat muslimin. Va
hozirgi holatdagi qiladigan mana bunday sadoqatli ajr holatdagi va qiladigan sadaqa joriyamiz ham mana bu akamizning holatdagi qiladigan tashlaydigan moddiy tarafdagi ehtiyojimiz ham o'zimizni masjidimizga qo'yiladigan hozirgi holatdagi quyosh paneliga nima qiladi? Xizmat qiladi. Bu qiladigan xayriyatli holatimiz sizni bizlarda o'tgan ota-onamizga va marhumlarga boradigan ajr savob bo'ladi, ahli jamoatimiz. Mana shu bizga nima qiladi? Inshaalloh xizmat qiladigan holat va o'tib ketganlarimizga bo'ladigan ajr savoblar mana bu qiladigan xayriyatli amalimiz bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi dargohida qabul va ijobat qilishligini Robbimdan so'rab qolamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam yana bir hadis sharhida rahmat qildilarki, hadis qudusiyda, ya'ni mayitni darajasi oshib ketaverar ekanda, mayitni darajasi sekin oshib ketaverar ekan. Mayit hayron bo'lar ekan. Qaranglar, o'tganlarimizni haqqiga eslaydigan nimamiz ekan? Xayriyatli holat. Hadisda marhamat qildilarki, mayitni darajasi oshib ketgandan keyin mayit hayron bo'lar ekan. Ey Robbim, bu darajat qayerdan kelyapti deb so'raydigan Robbim. Javob qaranglar, go'zal degan. Alloh subhanahu va taolo javob bergandan keyin senga keladigan ajr va savobli amallar orqangdan qolgan ahling, orqangdan qolgan zurriyotingni aytadigan astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deydigan mana shunday istig'fori orqali senga keladigan ajr, savoblar, darajatlar mana shundan deb marhamat qilar ekan ahli jamoatimiz. Mana o'tganlarimizni eslashlik, o'tib ketganlarimizni haqqiga qiladigan duolarimiz va o'tib ketganlarimizni Alloh subhanahu va taolodan so'rab bularga aytadigan istig'forimizdagi ajr savoblar mana shular qatorida bo'ladi. Mana bu baytidan chiqqanimizdan keyin ham o'zimizda ishimiz bo'ladimi, yumushimiz bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, yo'lda yuramizmi yoki masalan boshqada bo'ladimi, o'zimizda ishimiz bo'ladimi, dunyoviy ishimiz, har bir holatdagi qanaqangi bo'ladigan kasb korimiz bo'lsa ham mana bu 32 ta tishimiz orasidagi tilimiz nima turadi? Bo'sh turadi. Ana shu tilimizni Robbim rozi bo'ladigan go'zal holatdagi zikrlarga o'rgatib oladigan bo'lsak, ayniqsa mana bu aytilgan hadisdagi istig'forga ajr savoblar nihoyatda ko'p bo'ladi. Chunki Rasululloh alayhissalom bir rivoyatda har kuni 100 ta istig'for aytar ekanlar. Qaranglar, yana birida 70 ta marhamat qilingan. Ya'ni bu aytadigan istig'forimiz Rasululloh alayhissalom o'zlarini hayotlarida nima qilganlar? Tatbiq qilganlar. Endi bundan keyingi qiladigan duoyimiz nima bo'lar ekan? O'tib ketganlarimizga ota-onamiz bo'ladimi, ahllarimiz bo'ladimi, ajr savoblardan keyingi darajotlari oshib ketaverar ekan. Mana ahli jamoatimiz. Bu ham Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarga foyda keltiradigan, naf keltiradigan, manfaat keltiradigan o'tganlarimizni eslashlik orqali ularga xayriyatli amallar borishligiga nima bo'lar ekan? Go'zal holatdagi amallar bo'lar ekan ahli jamoatimiz. Mana bularni Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarga dunyoda qancha inson bo'lsak, tanlab iymonli holatda nasib qilganligidan keyingi bo'ladigan go'zal amallardan biri bo'ladi. Qaranglar. Bo'lsa dunyoda qancha inson bor? 8 milliarddan oshiq bo'lsa, mana shulardan Robbim sizni bizlarni tanlab, iymonli holatdan keyingi go'zal amallarning ustida qoim qilganligi bizlarni dunyoyimizga ham, oxiratimizga ham va o'tib ketganlarimizga qiladigan go'zal amallarni Robbim nasib qilyapti. Qaranglar. Bo'lsa boshqalarga nima nasib qilmaydi. Bunga ham alhamdulillah degan zikrdan keyingi Robbimga yana ham jismonan, ruhan, ibodatdan keyingi bu shukr hamdlarimizni to'xtamasdan aytishimiz kerak. Shunda yana Robbim nima qiladi? Sizni bizlarga ziyoda qiladi. O'tib ketganlarimizni eslab yurishlik va o'tishimizdan oldin orqamizdan qoladigan ahllarga o'rgatadigan mana shu duoyimizni inshaalloh ularga ta'limini berib qo'yadigan bo'lsak,
albatta nurun ala nur bilan. Alloh subhanahu va taolo oqibatkorimizni xayrli qilsin. Qilingan suhbatlar dargohingda qabul qilgan, eshitgan bilganimizga avvalo o'zim va somil amal qilishlikda va o'tib ketganlarimizni haqqiga duoyi xayrlarda yurishlikda Robbim barchamizga nasibador qilsin. Eshitgan bilganimizga eshitib, hayotimiz tatbiq qilishlikda Robbim nasibador qilsin. O'tib ketganlarni o'z rahmatiga olsin, oqibatkorimizni xayrli qilsin, o'zi manfaatli qilsin. Ustoz duo qilib beradilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.